Salom do'stlar, men sizlar bilan bugun Artur Minecraft o'zi do'stlar. Bugun biz sizlar bilan maza qilib Minecraft o'ynaymiz. Shuning uchun do'stlar bizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bugun Imperiyani ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Tashqari chiqarichi mana do'stlar. Biz o'tgan safar quruvdik, ya'ni Happy daras. Bu qayerdan spawn bo'ldi? İplose. Qayerdadir spawn bo'lyapti bu. Qo'limga nimagadir qurollasam qurol ko'rinmayapti. Bu katanani o'zida qo'shganim mumkin-a? Mana ko'rinmayapti. Mana yaxshi. Hop do'stlar, ancha bular banalardan o'tyapti. Qayerdan o'tsa bo'ladi biz imperiyaga? Imperiyani mana bularni kattalashtirish kerak. O'shanda zo'r bo'ladi. Xullas, men hozir mana bularni qurgancha videoni vaqtincha to'xtatib turaman do'stlar. Hozir do'stlar, men katta etib chiqdim. Ya'ni qurib chiqdim do'qilib. Oldingi qismini ko'rganimizda bu bo'lmagan. Bu yoqda bo'lmagan edi. Mana bu bizga juda kerakli joy. Hop, balki mayda yo'qlik uchun bo'lyapti buni. Mayda yo'qlik uchun bo'layotgan bo'lsa, mana sap qo'yapti, chunki modim bor, katana mod bor va o'shani qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Jigarlarim o'zimdan mana menga obuna bo'lish albatta esdan chiqmasin. Men ham surib tur. Bunaqa ishlaydi hali. Mana do'stlar. Mana shunaqa. Endi yaxshi. Bir bo'lsa hozir mana ko'rasizlar, bizdan oldingi imperiyada men bay bo'rtallatgan, o'tgan videoda aytgan bo'lsam kerak. Bay bo'rtallangan. Ya'ni bo'rtallamagan, bo'rtallatilgan. Kim tomonidan? Kamina kompaniya tomonidan. Ko'rasizlar, o'zim bayrog'imni ham qo'yib qo'yganman. Çok yarashib turibdi. Mana do'stlar, biz shaharchamizni. Xo'p. Bizga asosiy nima kerak? Bizga yo'l kerak. Ya'ni asfalt. Xo'p, do'stlar, bizda qachonki tug'ilishlar bo'lsa, gina yaxshi bo'ladi. Bizga o'g'lonlar kerak. Yangi imperiyaga. Qaralar tepadan qanday go'zal ko'rinyapti. Juda go'zal do'stlar. O'ta go'zal shahar. Mana biz mana qo'yganmiz, chunki bu bizi wow, aniden paydo bo'libdi. Ko'rdinglar do'stlar? Aniden paydo bo'lishi sekin astoliklar. Ama endi during mana ana ko'rasizlar, mana paydo bo'libdi. Mana ham o'zi bitta bor. Bizga o'sha qarshi imperiyalar ko'payyapti. To'xta, men hozir aytdim, nima ko'rdim? Darhaqiqat. Bizga o'sha qarshi imperiyalar ko'payyapti, jigarlar. O'shaning uchun ana biz nima qilishimiz kerak? Avvalo, birinchi o'rinda butun mamlakatni tinchlikda asrashimiz kerak. Urush bo'ladigan bo'lsa, bizda hozircha jangchilar yo'q. Asosiy jangchi menman. Shuning uchun davlatimizga nimadir bo'lishidan xavotir olishimiz kerak. Mana bu odam qani chiqib ketdimi ko'chaga? Bunga balo bormi? Nima bu? Do'qya chiqib ketgan. Ha, ana kiraychi, nima bo'ldi ekan? Qaydiribdi ekan so'tak. Baydamas. Bizga sarkardalar kerak, ya'ni golem. Ko'ryapsizmi? Ishchilarimiz hatto ishni ham tashlab ag'bag'da yuradi, tupoy. Mayli. Biz golem yasashimiz kerak. Temirdan asosiy cheklov orqali bizda hozir cheklov bor do'stlar. Ancha kuchayib ketgan davlat emasmiz. O'shaning uchun biza
qanaqa agar cheklovimiz bo'lmaganda biz hozir ko'p narsalarni qilib yuborgan bo'lar edik. Hozirgacha maniyalarni o'rab narsa qilardik. Cheklov bor. Mana bu anunga qarayapti. Narsa firmaga qaramaydi, lekin nima bo'layotgani, shaharni qanaqa ahvoldaligga qaranglar. Sarkarda desa ham bo'laveradi. Bo'ldi. Bular cheklov bor. Nimadir qurdirib yuborsammikin. Qurdirib yuborishga hozir loyiq nimamiz bor bizda? Qurdirib yuborishga loyiq nimamiz bor bizda? Baloni ham o'qiy-u. Hozir videoni to'xtatib turaylik, keyin yo'qaman do'stlar. Batafsil. Hop, do'stlar, men bittasini to'g'rilab oldim. Hozir nastroykada qurollarni ushlashni to'g'rilab oldim. Ochiqcha sizga gapiraman, ko'rsatib ham berishim mumkin. Ochiqcha sizga do'stlar. Endi ovoz chiqmayapti. Jitil kerak bizga. Jitil. Ikkita jitil olarmikinman? Agar ikkita jitilga imkon bo'lsa, bizga berishadi. Bo'lmasa yo'q. Olsa bo'lar ekan. 64 ta jitilga hali imkonimiz bor ekan do'stlar. Lekin biz 64 ta desa 64 ta olmaymiz-ku. Senga ham ish bor. Mayli. Ol. Kirishga. Ikkalang shu yerga qaraysan, yaxshi. Bizning imperiya o'zi kuchayapti, do'stlar. Biz bu yerga nimadir qurdirib qo'yishimiz kerak. Chunki axir bizning imperiyamizning kuchini odamlarga ko'rsatib qo'yishimiz zarur. Zarur do'stlar. Kutubxona juda katta narsa bu. Bitta xuddi o'tgan safar qurib yuborganman, boshqa bir narsada o'qisam saroy quramiz do'stlar. Manetdan o'sh. To'g'ri, sursa ham quraveradi. Manetdan ishlaydi-chi. Mana do'stlar, qaydan qurardim? Orqadan qurginash. Chotki, mashinadan qursa yaxshi. Nimagaki bizga mana shu yerdan qurishi zarur edi. Chunki mana shu yerdan qursa ham mana bu yerga yaqin, ham ko'chaga chiqib ketib qolmagan holda o'zimizning imperiyada odamlar chiqib ketmasligini avvalo biz birinchi o'rinda ta'minlaymiz. Do'stlar, sizga like bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar. Davay. Ta'minlaymiz. No guys, no. Mana bu ko'chada yashasa ham bo'laroq. Bizga qurib bersa bo'ldi. O'zini ko'chaga chiqarib yuboramiz do'stlar. Yaxshi, zo'r ketyapti bizning imperiya. Imperiyaning sog'-omonligi bu menga taalluqli. Chunki men imperiyani boshlig'iman. Mensiz bu imperiya hech kim emas. Shuni bilib oling. Qo'rqmaymiz budoq ovozlarni. Chunki men birinchi Minecraftga kirganimda bu qanaqa ovoz ekan deb Minecraft shuni o'chirib olganman. Ertasiga bilsam, u ilgaridan o'zi qo'shilgan ovoz bo'lgan ekan do'stlar. Men buni bilmaganman. Baqaydan biladi. O'zi birinchi marta kirib turibman Minecraftga. Ko'rasizlar? Chotki do'stlar.
Chotki. Ve nima deydi? Ve saroy ayyomlari uchun narsa-da hali bo'ladi. Bizga kerak bular hali. Biz mana bu bilan bundan qo'ysak chotki bo'ladi. Simpatichная krasotkam o'zimni o'ngga chapga qarab aylantirmagin ko'zimni. Do'stlar, men qo'shiq aytaveraman, lekin mana do'stlar, chatoq quribdi-da o'zi mana taxtiravonimizni, ya'ni meni taxtiravonimni. Taxtiravonga o'zim o'tiraman, mendan boshqasi o'tira olmaydi. Mana katta mashina. Sak, bundoq sak. Bundoq sak. Mana ikkita chekkasi o'zimizning bayroq ilinadi. Mana do'stlar, yaxshi. Ha! Hozir. Qayda? Do'stlar, video olinayotgan joyda bizni so'rab qolishdi. So'raydigan odamlarga so'rashyapti, to'g'rimi? Bo'ldi. Biz endi bu taxtiravonimizni batga biz xazinalar, ya'ni bizga yig'ilgan boylikni mana shu yerga tiqamiz do'stlar. Mana sanduq. Mana do'stlar, endi bizga kerakli joy bo'lganligi uchun qurdirdim. Bo'lmasa qurdirmas edim. To'g'rimi? Mana ko'rasizlar. Bizni davlat endi davlat emas, bu shahar. Shahardan ham kuchli. Zo'r qurildi do'stlar. Temsetda qilgan bo'lmaydi. Aka, maslahat kunduzgi holatda ko'rsataman. 1 2 3 dan davay. Mana nima dedim do'stlar? Men umuman davlatman. Ayb qidirmayman, buni bosaman, portlab ketadi. Lekin chiroyli chiqdi. O'ta go'zal do'stlar. Vashim go'zal. Shoning please. No guys, deysizlar. Menroq bitta jitel olishga haqqim bor-a? Bitta jitel olib buni bu yerga qo'ysam, qani? Wow, buni ishga qo'yib bo'lmas ekan. Bu keraksiz jitel ekan-ku. Agar keraksiz jitel bo'lmaganda bu hozir ishga kirar edi. Kira olmadi. Mana do'stlar, agar bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Bu imperiyaning ikkinchi qismi edi. Sog' bo'linglar do'stlar.